Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yangilik. Vagemamiz $250 edi. Hozir skidkada $150 qilib qo'ydik. Naborda ikkita meva, ikkita shakardan 8 ta chaqchuq bo'ladi. Sifatlari zo'r. Ayollarning qarang yonishini, sifati tiniq. Chegirmadagi narsalarimiz. Keyin mana buni idishimizga ham katta skidka qo'yib yuborganmiz. 12 talik. Tarelkasi 7-9 lik bo'ladi. Zallarini qarang, yonishini, sifatlarini qarang, tiniqligini, loylari oppoq. Pelalari ham ichlarida zallari qalingina berib berilgan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Naborimiz ham 12 ta nabor, 2 ta choyni, 12 ta piyalasi, 12 ta chinnisi, 12 ta 7 lik, 12 ta 9 lik tarelkasi, 4 ta avali, 6 ta salati. 60 talik bo'ladi. Tillalari 8% tilla bo'ladi, sifati yaxshi. Bular o'zi narxi $170 bo'lgan. Hozir chegirmada narxi $100. Tarelkasi 7-9 lik. 6-7 lik bas. Fujer martinkalarimiz 150 ming so'mdan 6 tasi. Qancha kerak bo'lsa olaverasizlar. Gulimiz 330 ming qilib beramiz gulimizni. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.